Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" romani o'zbek adabiyotidagi ilk yirik romanlardan biri hisoblanadi. Asar 1925-1926 yillarda yozilgan bo'lib, unda 19-asr oxiridagi Turkiston hayoti, xalqning urf-odatlari va ijtimoiy muammolari tasvirlangan. Roman voqealar asosan Toshkent va Marg'ilon shaharlarida kechadi. Asarning bosh qahramoni Otabek bo'lib, u bilimli, zamonaviy fikrlaydigan yigit sifatida gavdalanadi. U Kumush ismli go'zal va oqila qizni sevadi. Biroq Hasan, eski urf-odatlar va oilaviy nizolar ularning baxtiga to'sqinlik qiladi. Ayniqsa, Zaynab obrazi orqali rashk va adovatning salbiy oqibatlari ko'rsatiladi. Asarda muhabbat, sadoqat, vatanparvarlik va insoniylik g'oyalari chuqur yo'naltirilgan. "O'tgan kunlar" romani o'zining ta'sirchan syujeti va milliy ruhdagi tasvirlari bilan kitobxonlar qalbidan chuqur joy olgan.